o'yinni nimadan boshlaymiz? Berkinmachoq o'ynaymizmi? Oo, yomon emas. Tushunmadim, nima balo edi bu? O'zi nimalar bo'lyapti? Qani bolalar, imillamanglar, bo'la qolinglar. O, janob, sizmidingiz? Biz qayerga ketyapmiz? Xavotir olma, sen tez orada hammasini unutasan. Mayli, nima ham derdim. Tushunmadim, nima balo bo'ldi hozir? Men qayerga tushib qoldim? O, tanishganimdan xursandman. Tanishganimdan xursandman deysanmi? Esing joyidami? Biz axir qalin do'st edik. Men hozir kelaman. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Axir men hammasini unutishim kerak edi-ku. Bu yaxshilikka emas. Bu yerda nimalar bo'layotganini bilishim kerak. Shunday qilib kichkina Evbo haqiqiy hayotga tushib qoldi. Bu yerda nimalar bo'layotganini qishloq aholilaridan so'ray boshladi. Kechirasiz, bu yer qanday qishloqligini ayta olmaysizmi? Tushunmadim, nima degani endi bu? Kechirasiz, siz qorong'ilikda yashaganingiz esingizdami? Bu yerga qanday qilib teleportatsiya qilganingiz-chi? Nimalar deyapsan, la'nati bola, yo'qol bu yerdan. Tushunmadim. Kichkina Evboning boshqa chorasi qolmagan edi. Boshqalar nima ish qilsa, u ham shunga kirishib ketdi. Yetarlicha resurslar yig'ib, o'ziga uy qura boshladi. Opa, uy yomon emas. Sen nima qilyapsan bu yerda? Oy! Tushunmadim, u yerga qanday kirib ketdi? Qani chetini kovlab ko'raychi. Jin ursin, bu yerda hech nima yo'q-ku. Shunday qilib kichkina Evbo sirli qora tuynuklarni o'rgana boshladi. Menimcha bu oxirgi qora tuynik bo'lsa kerak. Tushunmadim. Yana sizlarmi? Nima uchun olmos qo'yib ketyapsizlar? Jin ursin, ichiga qanday kirsa bo'ladi? Oho, nima gap oshna? Men bu yerga daraxt ekkan edim. Hozir uni katta bo'lishini kutyapman. Sen ham uni ko'rdingmi? Hozirgina bitta o'yinchi daraxtni katta qilib ketdi. Jin ursin, kostyum kiygan o'yinchilarni mendan boshqa hech kim ko'rmayaptimi deyman. Mana yomg'ir ham boshlandi. Jin ursin, o'zi bu o'yinchilar qayerdan kelib qayerga ketishyapti? Rahmat Grox kelganing uchun. Qiziq, u ham kostyum kiygan o'yinchilar bilan birga ishlaydimi? Bu yerda nimalar bo'layotganini bilishdan charchadim. Yaxshi, mendan nima xohlaysizlar? Ha, mayli, men ham mana bu qora tuynikdan o'tishga harakat qilib ko'raman. Yo tavba. Men oldin bu qora tuynikdan kira olmasdim. Qiziq, bu meni oldingi uyimga o'xshaydi-ya. Nima berding hozir menga? Sen bu yerda haqiqatni topishing mumkin? Ha, bu yerda yer la'nati yana g'oyib bo'ldimi? Menimcha bu pistirma bo'lish ham mumkin, yoki bo'lmasam ular robotlar bo'lish ham mumkin. Mayli, nima bo'lsa ham men boraman. Evbo qog'ozdagi yozuvni olgandan so'ng bu yerda nimalar bo'layotganidan hali ham shubhasi bor edi. Uning ortida esa qora kostyum kiygan o'yinchi bor edi. Menimcha sen ham shu robotlardan biri bo'lsan kerak. Xo'sh, bu pechkalarning ichida nima bor? Esing joyidami, nimalar deyapsan? Qani ochchi ko'raychi. Mayli, men bora qolay. Xo'sh, men xarita bo'yicha mana shu yerga kelib qoldim. Lekin bu yerda hech kim yo'q-ku. Bu yerda kimdir bormi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Jin ursin. Salom, Evbo. Tushunmadim, sizlar menmi? Qiziq, juda ham qiziq. Nega meni holim yomonlashyapti? Menimcha u hushini yo'qotdi. Qani uni xonaga olib kiramiz. Jin ursin, hozir nima balo bo'ldi? Men qayerdaman? Salom, Evbo. Men Evbo 1man, mana bu esa Evbo 2. Menimcha sen Evbolarni ko'rib hushingni yo'qotding. O'zi nimalar bo'lyapti bu yerda? Nega sizlar menga o'xshaysizlar? Ruxsat ber, men senga hammasini tushuntirib beraman. Sen va senga o'xshagan yuzlab Evbolar simulyatsiyaga tushib qoldingiz. Demak, biz hammamiz bitta manzilga tushib qoldikmi? Ha, shunday. Senga bu yerni ko'rsatgan kostyumlik o'yinchilar, ular bizning qo'limizda ishlashadi. Biz simulyatsiyani boshqaramiz. Yo'q, qo'yil. Qani bo'la qol, meni ortimdan yur. Mana bu yerda eng og'ir ishlar bajariladi. Bu yerdagi har bir xonalar Minecraftdagi talablarni bajaradi. Mana bu xonalar esa kreativda o'ynaydigan o'yinchilarni boshqaradi. Qana bo'la qolinglar, mana bu o'yinchiga 64 ta olmos berishimiz kerak. U bularni o'zini invertoriga solmoqchi. Aha, yaxshi. Bu jin ursin. Bu kreativda spam bo'lgan o'yinchilar uchun. Mana bu yerda esa yashab qolish uchun panel. Menimcha hozir yiqilib o'ladi. Hoziroq uni 3,5 ta yuragini olib tashla. Jin ursin, bu yana nima balo bo'ldi? Biz hozircha simulyatsiyada mana shuncha o'yinchilarni boshqaryapmiz. Ko'rinishi yomon emas-a? Hozircha yomon emas. Bir narsani aytish esimdan chiqdi. Mana bu bilan hech qachon o'ynama. Ular boshqa Evbo va boshqa dunyodan. Biz hozircha ularni o'rganyapmiz. Sen ham biron bir o'yinchini boshqarib ko'rasanmi? Yomon bo'lmasdi. Undan oldin seni kiyintiramiz. Mana endi Evbo kompaniyasida ishlayapti va simulyatsiyani boshqaryapti. Mana endi u Evbo 420 bo'ldi. Voy xo'jayin, men o'zimizni ko'paytirish modernizatsiyasini tuzib chiqdim. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Yomon emas. Lekin ularni qanday qilib boshqarmoqchisan? Xo'sh, demak bunday. Ba'zi bir texnikalarni ishlatamiz va xotirani o'chiramiz. Bu ishlarni bajarish uchun menda komanda bor.
Demak, simulyatsiyamizdagi birinchi obyekt. Tushunmadim la'natlar. Men hozirgina yorug'likni ko'rdim. Endi bu yerda yotibman. O'zi nimalar bo'lyapti? Xavotir olma, hozir hammasini unutasan. Ey, qo'yyoringlar meni bu yerdan. Obbo, men qayerga tushib qoldim o'zi? Qani bo'la qol, men seni sivilizatsiya tomonga olib boraman. Xo'sh, tajriba uchun ikkinchi o'yinchimiz. Qani olg'a. Xo'sh, demak men bu yerda birinchiman, demak qoidalarni o'zim yarataman. Demak daraxt izlaymiz. Shunday qilib yillar o'tgandan so'ng Evbo o'zining kompaniyasida qirol bo'ldi va butun Evbo sivilizatsiyasini boshqaryapti. Ha, bu sivilizatsiyada qirol bo'lish qanchalar yaxshi. Men bu yerda shuncha ishlar bajarganimga o'zimni ishongim kelmayapti. Evbo, bizda yomon xabarlar bor. Tinchlikmi? Ha, meni ortimdan yur. Evbo, kimdir bizning portalimizni sindiribdi. Yo'q, do'yim. Nima uchun u qizil rangda? Men bilmayman. Otpuska tugadi, mana endi hamma ishga. Men o'ylaymanki, Evbo aqlli buni tuzatadi. Oy, Evbo, bunga qara. Tushunmadim. Bunisi yana kim bo'ldi?